Tuberkuloz qanday kasal? Ovqat yemagan odam kasali. Gapiring, Rishtonni birinchi ma'muni qani, qo'lingizdan nima keladi? Keladi desa keladi deng. Men sizni yaxshi bilmayman, tanimayman ham. Mana endi bizning bosh vazirimiz o'rinbosarlari hammalaring tanishi kerak. Nimaga sizlarning oyoqlaring yerdan uzilgan? Men o'zi tushunmayman, sizlar nima ish qilishlaringni ham tushunmayman men. Qishloq xo'jaligida men birinchi ma'mun o'zi oldin qishloq xo'jaligi edi. Uni olib qo'yib sizlarga bergandim ma'mun qilib. Sizlar nima qildilaring bu yillari bilmayman. Shuning uchun men sizlarga birinchi ma'mun berganim. Endi sizlar vatanimizga, xalqimizga salgina pastga tushib xizmat qilayotgan odamsiz, lekin sizlar nima qilishlaringni bilmaysizlar. Qanday qilishlaringni bilmaysizlar. Gapir vaqti yo'q, ey. Muhtaram prezident, haqiqatan ham e'tirozga o'rinli. Biz mana shu subvensiyadan chiqish bo'yicha dasturlar ishlab chiqqanmiz. Hozirgi bergan topshiriqlaringizdan kelib chiqib, dasturni qayta ko'rib chiqamiz va bu subvensiyadan chiqishni barcha choralarni ko'rib, buni uddalaymiz. Qo'limdan keladi, Shavkat Miromonovich. Oldin qaysi ishda ishlagansiz? Oldin bank moliya sistemasida ishlaganman. Nima bo'lib? Moliya bo'limi boshlig'i bo'lib ishlaganman. G'aznachilik bo'limi boshlig'i bo'lib ishlaganman. Moliya bo'limi boshlig'i bo'lsang, sen kasalsan. Oldingi moliyaning rahbarlari hammasi kasal bo'lgan, balandparvoz. Men seni bugun ishdan olaman. Nimaga? Hamma birinchi ma'mun xulosa qilsin. Men birontang bilan bunda ishlashga toqatim yo'q. U hozirgi gaping balandparvoz gap. Sen nimaga tayyorgarlik qilmagansan? Prezident bilan uchrashyapsan-ku sen. Nimaga aniq rejalaring yo'q? Umumiy ko'rib chiqamiz. Nima senga bu? Detsatmi bu senga? Bu davlat bu. O'rtoq viloyat hokimi birinchi o'rinbosar. Davlat bu. Qo'lingdan kelmasa ishni bo'shatib qo'y. Bo'shatib qo'y, men ertaga xalq oldida qanday hisobot beraman?